Ana bu ko'rib turganlaring travertin, mana bunisi gibkiy kamin. Travertinimiz ham mo'yshi bo'ladi, gibkiy kaminimiz ham mo'yshi bo'ladi. Agar mana bu travertinimiz ko'chib ketadigan bo'lsa, yamaydigan bo'lsangiz, o'rni bilinib qoladi. Agar gibkiy kamin ko'chadigan bo'lsa, shuni yopishtirsangiz, o'rni bilinmaydi. Yugurib kelib turib agar bitta tepadigan bo'lsangiz ham hech nima qilmaydi. Bitta yuvadigan bo'lsangiz top-toza bo'ladi. Bu gibkiy kaminni tayyor devor usta akalarimiz. Tayyor tekis suv olgan devorga usta haqqi gibkiy kaminni chillai, laki, dastavkasi ichida vodiyga 85 ming so'mdan qilib beryapti ekan. Siz xohlagan ranglarida, fasonlarda 1 kvadrat 85 ming so'mdan. Agar suv olmagan, ya'ni remont bo'lgan, vodimutsiya bo'lgan yoki travertin bo'lgan devorga kafelnikli tortib qilinadigan bo'lsa, narxi 1 kvadrati 90 ming so'm bo'lib qolar ekan. Ya'ni 5 ming so'm qo'shilar ekan, faqat kafelnikini olib berar ekansiz. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli holatda gibkiy kaminlarimizni akalarimiz qilib bergan. Ranglar juda ham uyga mos tushgan, tunkafon, undan tashqari eshik romlarga ham juda ham chiroyli holatda tushgan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Xizmatlar O'zbekiston bo'ylab Toshkent vohaga kelishilgan holda.